mashinani oylik to'lovini eshitib, qo'llaringizdan telefonlaringiz tushib ketmasin azizlar. Mashinani oylik to'lovlari 2.500.000 so'mdan. Nima deyapti? Nexia 2020 kraskasi toza. Arziydimi? 2.500.000 so'mdan. Tan narxiga keladigan bo'lsak, mashinaning tan narxi bor yo'g'i $6.500 azizlar. Mashina chiroyli holatda. Absolyutni 4 ta balon yangi, yumshoq balonlarda, Nemax balonlarda. Nemax balonlarini bilgan biladi azizlar. Mashina holatlari, kraskalari top-toza, yurgani bor yo'q 178 ming. Lekin 178 mingga nisbatan holati o'ta ideal darajadagi mashina. Olasiz, minasiz, 1 gramm yo'q, polniy, full shumka qilingan torpedasigacha ko'rishlaringiz mumkin. Ovoz absolyutni yo'q, mashina zo'r. Olasiz, minasiz. Magical 909 pultigacha bor. Metan gazigacha bor. Bosib ekan joyi. Audio sistema polniy yig'ilgan. Mana shu mashina like bosishga arziydimi? Albatta like bosib qo'ying. Bizda har xil mashinalar bor. O'sha mashinalar sizlarga ma'qul kelganini bilmay qolmasliklaringiz uchun albatta podpiskaga bosib qo'ying azizlar. Mashinaning holatlari o'ta chiroyli holatda ko'rishlaringiz mumkin. Chexol, polik hamma ish qilingan. Evakordan original poliklarigacha salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Takoy matviy bo'lib turibdi. Sizlarda har qanaqa GM mashinalari bo'lsa, mana shu mashina uchun barter qilamiz. Sizlarda misol uchun Damas, Tico, Nexia 1, Nexia 2 mashinalari bo'lsa ham boshlang'ich to'lov evaziga olib qolib, sizlarga bu mashinani avtokredit qilib yoki bo'lmasa xohlagan to'lov usulida olib ketishlaringiz mumkin.